Tefallar işlemayotgan ekan. Bu 3 oy oyida tefalni qanday remontlasak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamizdan. Shu videoni ko'rsangizlar, video bemalol tefalni remontlamasam bo'ladi. Ko'pincha tefalning mana temiri bor, shu tiymay qolgandan ishlamay qoladi. Mana yaxshi tiymay qolgan simlar o'tirib qoladi. Endi ikki temiri bor, to'q keladi. Shuni shaq bilan bir narsa bilan ko'tarish kerak bo'ladi. Endi buni birinchi navbatda bu yerga to'q kelib turganini tekshirish kerak bo'ladi. Endi mana tekshirayotgan narsa bor, lekin 3 oy oyida qanday tekshirishni hozir ko'rsataman, biroq sal xavfliroq, to'qqa tushunmagan odam bitta tekshirmagani ma'qul. Mana bizlarga buni uchun pernos lampochka kerak bo'ladi. Mana ikki simi bor. Mana ko'rib turgan ikki simini lampochkani ikki provodni tegizib ko'ramiz. Agar lampochka yonmadi. Bu mana ishlamaydi. Provod uzilgan yoki mana yana ochib ko'ramiz. Simi uzilgan bo'lsa o'laymiz buni. Bu birinchisi. Ammo hozir mana ko'ramiz. Ikkinchi tefalon bor. Bu tefal sel tashqaridan shuni ko'ramiz hozir. Buni to'qqa o'laymiz. Nihoyat ehtiyot bo'lish kerak. To'qqa tushunmagan odam buni qilmagan ma'qul. Ikki temir ko'rib turibdi. Mana lampochka yonadi. Buni past qismi ishlab turibdi. Mana tefal. Bu past qismi ishlab turibdi. Mana tefalimizni bu yer ishlamaydi. Mana simni uzilgan bo'lishi yoki bu yerdan bir narsa uzilgan bo'lsa ochib yechib ko'ramiz. Mana tefal to'q kelmaydigan tefalni keyin yechib oldim mana. Mana chirib, mana sim uzilib ketgan ekan. Hozir shu simni qaytadan o'layman. Yaxshilab o'lash kerak bo'ladi. Mana uzilgan simni men o'lab oldim, payqab oldim uni. Agar sizlar endi ko'chada panik qilmay, simni yaxshilab o'lab qo'ysanglar ham bo'ladi. Hozir joy-joyini o'zim o'rnataman. Shunday qatirib, mana provoddan shunday ilonzib joy-joyini o'rnatamiz tag'in. Qatirib qo'yamiz. Tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'raman. Ikki donasini nihoyat ehtiyot bo'lish kerak lekin. Mana to'q keldi. Endi tefalni o'zini qo'yib ishlatib ko'ramiz. Tefal o'chib mana. Mana ishladi. Svet yondi. 3 sekund, 4 sekund kutamiz, o'chiramiz. Suv yo'q. Nima deganda endi ishini tekshirib ko'ramiz. Mana o'zi qizdi. İçi ısıdı. Var 3 sekund kutsak bo'ldi, qiziydi. Bu suvsiz ko'p qo'shib qo'yishdi. Boshqa bo'lmaydi. Bu ishlaydi. Bu tefalimiz endi ikkinchi tefalimizni ko'ramiz. Ikkinchi tefalimizni past qismi ishlab turibdi. Endi ichki qismlarini ichini ochib ko'ramiz. Ko'chatib ishlamaydimi yoki boshqa joyda nosozlik bormi tekshirib ko'ramiz hozir. Ikkinchi tefalni yechib oldim pastini. Bu yerda ko'rib turgan narsa ama simlar joyida turibdi, lekin bu yerda bir termostati bor. Tefalni suvsiz qo'ygan paytda o'chirib qo'yish uchun bu yerda bir kontakti bor. Hozir bu yerda kamerada yaxshi ko'rinmayapti, bilmadim. Shu erib qolibdi. Hozir joyini olib kelib qo'yib qo'yishdan iloji yo'q. Erib qolibdi. Shu yerdan ochilib qolgan, to'g'ri o'tmaydi. Mana sim bor. To'g'ri o'tish kerak. Endi buni pesini almashtirish kerak bo'ladi. Shu bilan qora plasmasini olinadi. Endi hozir almashtirib o'tiribmizdan. Bu pes qismini o'rnatmay shiton qilamiz. Yani ko'p odam prямо deydi, prямо aytamiz. Hozir buni shu mana stiker bu kabellarni chiqarib olamiz. Akkuratni deb chiqaramiz. Stikerini chiqardim. Bunu chiqaramiz. Chiqish qiyin bo'lishi mumkin. Chiqardim mana. Bu indikator lampochkasi bo'ladi. Endi buni ham keyindan chiqarib olamiz. Ehtiyot bo'lamiz, chiqish qiyin bo'lishi mumkin. Mana endi bu simni kesamiz indikatordan. Şunu açıp olamiz. Ko'pchilik tefalni prямо ikisini shu yerga o'ylab ishlatib qo'yadi. Umuman
bo'ladigan ish emas. Nima deganda, mana oddiy provod bu yerga ulashga bo'lmaydi. Bu provod qizib ketgan paytda bu sirtida rezinkasi erib ketadidan nechitadi bu. Kartga zamkaniya beradi yoki shu yerda portlaydi bu narsa. Mana o'zining simini hozir ko'rsataman mana. Yonmaydigan sim bo'ladi. Telefonning past qismida tiyna ishlatilgan sim yonmaydigan issiqqa bardoshli sim bo'ladi. Shuning uchun duch kelgan provodni bu yerga ulashga bo'lmaydi. Telefonning past qismi mana aka. Mana yo'q qo'yilgan past qismi o'tamiz bu yerga oddiy provodni ulashga bo'lmaydi hech qanday. Bir kun kelib portlaydi mana. O'zindagi simlar yonmaydigan simlar bo'ladi. Bular past qismida yonmaydigan simlar ishlatiladi telefonlarning. Endi mana indikatorni ko'rib turibsizlar, mana indikator lampochka telefon ishlaganini ko'rsatib turadigan lampochka. Bu выключательdan kelgan, mana выключательdan kelgan ikkita provod kishidir. Indikatorda shu yerga ulaymiz. Выключательdan kelgan simga. Mana ten, isitish teni bo'ladi, isitib berish taqa. Taqa suvni qizdiradigan narsasi qizdiradi. Shu yerga bu simni ulaymiz endi. Yaxshilab joyidan suqamiz. Yaxshi suqilmagan chiqib ketdi. Qaytadan ulab qo'yamiz. Chiqami keyin. Mana indikator suqdim. Ulaydi. Endi bu yerda ish bitdi. Buni joy-joyini o'rnatamiz endi. Keyingi ishim boshqa yerda bo'ladi. Indikator lampochkasini o'rnatamiz. Выключательdan kelgan simni lampochkadan kelgan sim bir yonidan o'rnatib, ikkinchisini bu yoni ikkovini qo'shib qo'yamiz. Ha? Deyman. Shunday ulaymiz. Joyini o'rnatamiz. Biraz batırib olamiz. Bu qara. Bu qara. Devam edelim. Nasıl? Güzel şeyler. Birinci. Şu kredi yapıp tahminen şöyle iş olamaz. Böyle pro kredi gönderirse iş alıp bu keyin kapı iş gerekmez. Pro toş. Yaxşı kırış gerekmez. İş oldu. Öteceğimiz. Keyin bu yerga yaxshilab zeyni doğrab qo'yishimiz kerak. Nima deganda mana pro deb tartmay tortiladi deb deb chiqib ketmaslik kerak. Shuni chiqib ketmaslik uchun mana shuni yaxshilab zeyni to'g'raymiz. Qalin qilib. Pro tashlarga surib chiqib ketmaslik uchun yaxshilab tortib qo'yamiz zeyni. Uzoq xizmat qilish uchun. Chiqmaydi. Tortilib ketishi mumkin istalgan paytda. Mana qaysin ulaganini ko'rdingizlar. Endi ikkisini istalgan birini olamiz. Ha, kesamiz. Açamiz. Resim qanday ulaganini ko'rib tushungan bo'lsangiz bo'ldi. Bu provodni past qismiga, oddiy provodni o'zini provodning past qismiga ulasam, pastga erib ketadi provod. Shu past qismiga ulashga bo'lmaydi. Razikani ikisini shu kesgan provodni ikkita narsani ulayman. Yaxshilab ulab. Endi yaxshilab zalin to'g'rab qo'yamiz shu ikisini. Mezaneden urab olmayayım. Joyini shunday o'rnatib joyini qatiramiz. Mana. Oldim endi buni ishlashini ko'ramiz hozir. Hujjatli o'chiq holatda. Mana bosamiz, indikator yondi.
1-2-3 sekund tutamiz, bo'ldi, o'chiramiz. Keyin уже qizdi, qo'lga seziladi, isidi. Ko'pchilik o'ylaydi bunday tuzatganda bir yamay bo'lib qoldi, suv qaynasa o'chmaydi deb. Suv qaynaganda o'chishi mana выключательga bog'liq. Nima deganda mana выключательning past qismida hozir ko'rsatganim yo'q edi, endi mayli aytib o'taman. Shunday bo'lsa-da, pastida issiqlik sezuvchi temir bo'ladi kichkina. Mana tepib oldim, mana hech kim aytmaydi, mana teshigi bor. Shu suv qaynagan paytda teshikdan issiq havo kiradidan, mana ko'chatilga suv qaynagani seziladi. Suvning pori kiradi, por kiradidan ko'chatilga seziladi. Bu ko'chatil suv qaynaganini sezib o'zi avtomatik o'chiradi. Bu past qismining suv qaynaganga daxli yo'q. Asosiy ish ko'chatil bajaradi bu yerda. Suv qaynagan paytda ko'chatil o'chirib beradigan narsasi emas. Issiq suvning pori bu yerdan kiradidan ko'chatilga suv qaynagani seziladi, o'chiradi shunday. Bo'ldi, shuningdek ishimiz tamom.